To'pay odam boradi fohishani oldiga. Chunki u musor yashiga ular. Axlatini to'kib keladi hamma borib. Ahmoq odam, nopok odam boradi ularning oldiga. Lekin hayotda bo'lyapti shu ishlar. Mana ajrim ko'p. Siz bilan men ovqatni yeb, duo qilib yuraversak, soqolni tarab olib nima bu hayotmi shu? Kim o'ylaydi bu oilalarning buzilishini? Kim o'ylaydi bu jinoyatlar ko'payayotgan? Turmalar to'layotgan, kim o'ylaydi? O'sha turma to'ladi qachon? Ota-onalar o'zini ishini qilmagan vijdonsiz ota-onalar sababli turmalar, qamoqlar to'ladi odamga. Nimaga vijdonsizda? O'zi yasanib to'yma-to'y yuraveradi, dadasi aytmani kechgacha pul orqasida quvib yuraveradi, bolasi bilan nevarasi bilan ishi yo'q. Vijdonsiz, ras tarbiya qilmasangiz nimaga tug'ding bo'lmasam? Ras tarbiya qilmasangiz nimaga tug'dirding bo'lmasam? Biz jamiyatimizga nima kerak? Sifatsiz odamning sonini ko'paytirish. Son bor va sifat bor. 10 mingta g'ish quydim, hammasi yorilgan qiyshayot. Nima kerak bizga 10 mingta g'ish? Bizga mingta quysin, chotki quysin.